Shaymardonova Mahmudli Mansurovna Sergeli tuman politexnikumining maxsus fanlar kafedrasi o'qituvchisiman. Bu dargohda ishlayotganimga 2006-yil kelganman. O'qishni tugatganimdan keyin Toshkent to'qimachilik va yengil sanoatni menejment fakultetini tugatganman va ish faoliyatimni shu dargohda boshlab 2006-yillari shu dargohga ishga kelganman. Bu yerda shuncha yil faoliyat yuritayotganimdan juda xursandman. Ustozlar bilan hamkorlik qilib, bilim ko'nikmalarini oshirishga harakat qildim. 2025-yil menga juda omadli keldi. Shuncha yillik mehnatim samarasini shu yil munosib taqdirlash deb o'ylayman. Meni Toshkent shahar hokimi, shu qatorda Toshkent shahar Oliy ta'lim va innovatsiyalar boshqarmasi boshlig'i Bunyod Abduxoliqovich Rajabov tomonidan ham taqdirlandim. Bundan keyin ham o'z faoliyatimda yosh avlodni tarbiyalashda, ularni kasbga yo'naltirishda hissamni qo'shishni davom ettiraman va ishonchlarini oqlashga harakat qilaman.